Annyeonghaseyo everyone. Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kech, yaxshimisizlar? Xayrli kech devordim. Kimdir обедda ko'rishyapti mumkin bu darsni. Xo'p. 자, 여러분, 자, 그러면 시작하겠습니다. Bugun bizda Swapso'ga Topic Club'ni tanishtiruv darsi bo'lib o'tadi. Ismim Nurmuhammad, Nurisam deb chaqirsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, ushbu videoni siz ko'ryapsizmi? Demak, siz eng to'g'ri yo'ldasiz, Xudo xohlasa. Demak, bugungi bizda Swapso'ga, ya'ni tanishtiruv darsimizda nimalarni o'rganamiz? Avvalo o'zim haqimda tanishtirib o'taman. O'zim kimman? Sizlarga qayerdan bu kelib qoldim va ikkinchi o'rinda dars jadvallari, asosiy darsliklar hamda darsliklar hamda vazifa topshirish tartibi va ustozdan tavsiyalar bo'lib o'tadi. 자, 그러면 시작하도록 하겠습니다. demak, boshladik, 여러분. Hop, orientation. Hop, Topic Club. 여러분, o'zi Topic Club nima? Topic Club bizda Chonbu koreys tili maktabida aynan Topic guruhi hisoblanadi va to'g'risi topik o'rganib kelayotgan, topikda o'qiyotgan o'quvchilarni ko'pini ko'radigan bo'lsak, aralash o'qishadi. Hamma, misol uchun, bitta guruhda 20 ta, 30 talab o'quvchilar o'qiydi. Bu o'quvchiga ham, o'qituvchiga ham nagruzka og'irlik bo'ladi deb o'ylayman. Sababi, u yoqda o'quvchilarning darajasi har xil bo'lishi mumkin. Kimdir 6 daraja olish uchun harakat qilayotgandir, kimdir 3 ga ilashib qolsam ham mayli deb harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Albatta, 3 ga ilashib qolsam ham bo'ldi degan o'quvchini men yomonlamayman. U albatta o'zini aynan hozirgi paytdagi ilmdan kelib chiqib turib, ana shu maqsadni oldiga qo'ygan bo'ladi. Va lekin katta xatosi, hammasi birgalikda bitta guruhda o'qishi bo'ladi. Aynan shuni oldini olish maqsadida biz Topic Clubni yaratganmiz. Topic Club bizda yuqori darajalarga tayyorlov kursi hisoblanadi. Ya'ni 4-chi, 5-chi, 6-chi iloji boricha bizda 5-chi, 6-chi darajalarga tayyorlov kursi hisoblanadi. Xo'p, demak, koreys tili karyeram haqida boshlayman. Ya'ni o'zim haqimda ozgina zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Nimaga? Chunki ozgina sertifikatlarim ko'p. Xo'p, bu maqtanish emas, bu kimgadir motivatsiya bo'lishi mumkin va yana bir tarafi qaysiki, siz keyinchalik Xudo xohlasa, aynan mana shu Topic Club guruhimizda o'qiydigan bo'lsangiz, bu o'qituvchi o'zi kim? Nimaga erishib qo'ygan? O'zi bizga qayerdan dars beryapti? degan savol tug'iladi. Aynan o'zimizni ham paytimizda, koreys tilini o'qib yurgan paytimizda 2018-yillarda aytganmiz. O'qituvchi kim o'zi? Topik darajasi nechi? O'zi topikni umuman bilmaymiz. Topiki nechi? Necha yildan beri dars beradi o'zi bu? Va o'quvchilarining darajasi qanday? degan savollar albatta tug'ilgan o'zimizda ham. Shuning uchun o'zimizdan kelib chiqib, albatta hozirgi o'quvchilarda ham shunday savollar bo'ladi degan maqsadda o'zimni karyeramni qisqartirilgan holatida sizlarga hozir ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Boya aytib o'tganimdek, koreys tilini 2018-yilda boshlaganman. Farg'onada offlaynda o'qiganman va u paytlari topik topshirgan. Biz 67-topikka kirganman. Birinchi bo'lib, yuribman, topik 1 qilib o'tirmaganman. Topik 2 ga topshirganman. Topik 1 da MOOC topshirib ko'rganman va 3 daraja chiqqan 145 ball bilan. Keyin yana o'rtada topikka registratsiya qilish muammo bo'lgan oldin. Hozir ham muammo, lekin oldin bundan ham kuchliroq muammo edi. Va keyin topshirdim topik 5 daraja oldim 84-topikda. Bunga ham ancha bo'lib qoldi. 2022-yil yorobim bu va 5 ni 190 ball bilan olganman. Va shunda aytganman. To'g'risi 6 olsa bo'lar ekan. To'g'risi topik 6 bor o'qituvchilarni va o'quvchilarni ko'rib turib 6 qanday qilib olsa bo'lar ekan? U osmondan yulduz uzishdek gap deb o'ylardim. Haligi maqol bor-ku koreys tilida o'zi, "Hanir esa pyoy tagi" degan. Xuddi shunaqa. Keyin 190 ball bilan 5 darajaga ega bo'lgandan keyin, eplasa bo'lar ekan, olsa bo'lar ekan degan bir fikrlar bilan yana harakat qilaverganman va topshirib ko'rdim, 195 ball chiqdi. Keyin yana topshirdim, 212 ball chiqdi. Bo'ldi. Endi aniq olaman. Endi mana shuni sizda aniq olaman deb tursam, shunday topshirsam 218 ball chiqqan. Topikda rosa ko'p topshirib keldim-da va keyin Chonbu koreys tili maktabida ish boshlab va topik guruhlarida o'qib va qo'shimchasiga darslar berib va nihoyat topik 6 daraja sazovor bo'ldim. 246 ball bilan mana shunda 6 daraja chiqdi. Qaysiki 100-topikda yubiley bo'lib chiqdi o'zi ham va bu topik darajalari endi qo'shimchasiga Sky imtihonlari ham bor. Uni hozir qo'shish esimdan chiqib qolibdi va bundan tashqari o'zim hozirgi paytda Andijon davlat chet tillari institutida koreys tili yo'nalishida o'qib kelyapman. 3-kursman.
va aynan bizning institutimizda Sejong Haktang bor. Sejong Haktang haqida ko'pchilik ma'lumotga ega bo'lsa kerak. Sejong Haktang O'zbekistonda mana shu adashmasam hozir 8 tacha bo'lib qoldi. 8 ta joyda bor filiallari. U Koreya Madaniyat vazirligi va turizm tomonidan boshqariladi. Va Andijon Sejong Haktangda ham o'qiyman va u yerda har xil musobaqalar bo'ladi. Va birinchi bo'lib Sigi musobaqasi bo'lgan, Pegiljang musobaqasi. Ana shunda birinchi o'rinni qo'lga kiritganman. Keyingi yil bo'lsa bizda Maragi bo'lgan. Va Maragida ham birinchi o'rinni qo'lga kiritib qo'yganman. Keyin bizda Sejongda kurslari bor o'zini. Sejongda kurslarida Chunggup, ko'p darajalarda o'qib kelyapmiz. Bu Chunggupdan sertifikat va o'tgan yili ana shu may oyida edi adashmasam, ikkinchi Sigi nimasi bo'lib o'tdi, musobaqasi bo'lib o'tdi va unda ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Aynan mana shu sertifikat menga Koreyaga ilk qadamlarimni qo'yishimga katta bir yordam berdi desam ham bo'laveradi. Ana shu bilan biz Koreyaga borib keldik. Ana shu chaqiruv bo'ldi bizga. Hop, keyin bundan tashqari 4-A hamda 5-A kurslarini yakunlaganmiz va 5A ni hamki shunchaki yakunlash emas, eng yaxshi o'quvchi sifatida, eng zo'r o'quvchi sifatida yakunlab, Sangjang, ya'ni bu alohida sertifikat beriladi. Ya'ni hammaga beriladigan sertifikatdan tashqari qo'shimcha sertifikat hisoblanadi. Buni ham olganmiz va keyin aynan mana shu yaqinda Koreyaga borib kelganimda Sigi musobaqasi bo'yicha 75 ta davlatdan qatnashgan o'quvchilar o'rtasida 3-o'rinni qo'lga kiritganman. Ana shundan sertifikat bu va bu qatnashganimiz bo'yicha sertifikat. Keyin bu yoqda bizda yaqinda bo'lib o'tdi, yakunlab oldik, Allohga shukr. Qaysiki bizda Sejong Haktangda o'qituvchilikka tayyorlov kursi bor. Hangugo Kyowon Yangsong Kwajong deydi. Buni ham o'z yakuniga yetkazdik. Eng a'lochi o'quvchilar sifatida va bundan tashqari Andijon Davlat chet tillar instituti talabasi hisobida, ya'ni 2024-yilda xalqaro xalqaro tillar musobaqasida, mana shu olimpiadada qatnashdim va 2024-yilda bizda nechta bo'ldi? Hop, 3-o'rin bo'lgan edi, Chamshvanga. Hozir ekran ko'rinmay qoldi. Hop, 3-o'rin bo'lgan edi unda. Va 2025-yilda qatnashdik va bu safar 1-o'rin bo'ldi. Olimpiadani bilsanglar kerak, olimpiada bunda qanday qatnashish mumkin? Aynan oliy ta'limda o'qiyotgan, koreys tili yo'nalishida o'qiyotgan talabalar, nafaqat boshqa tillar ham bo'lgan, koreys tilidan tashqari, ular o'zini yo'nalishida, biz o'zimiz yo'nalishida qatnashib, 1-o'rinni qo'lga kiritganman va bu endi koreys tiliga bog'liq degan bir savol bo'lishi mumkin, lekin bog'liq deb o'ylayman. Aynan mana shu sertifikatlarimni erishganim hisobiga universitetimizda, shu institutimizda bizda yil talabasi bir nima nominatsiyasi bo'lgan, shunda yil talabasiga sazovor bo'ldim. Bu endi qisqartirilgan holatda o'zimni tanishtirib o'tdim. Yana bir sertifikatlar bor, ularni aytmayman va bu esa bir gapimni isboti sifatida Koreyaga ilk tashrifim va insholar tanlovidagi mukofotlarim hamda ko'pchilik bilishi mumkin, balkim bilmas, Quiz on Korea degan bir narsa bor. Quiz on Korea, unga ham qatnashib ko'rganman, bir nima qilib kelganmiz, punvigisini bilib kelganmiz va koreys tilida tarjimonliklar ham qilib turaman va bu koreys tili olimpiadasi 1-o'rin, 3-o'rindan bir rasmlar esdalik rasmlari, sovg'alar ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu o'zimning faoliyatim edi. Endi mana bu bo'lsa bizda Topic Club guruhida o'qib natijalarga erishgan, Topic Club hamda Topic Master Class guruhlarida o'qib natijalarga erishgan o'quvchilar va ularni rahmat xatlari ko'rishinglar mumkin. Bu hammasi emas, ekranga sig'maydi. Agar yana bitta stranitsa qiladigan bo'lsam, zerikarli bo'lib qolish mumkin edi. Shuning uchun eng saralarini terib olganmiz yorobun. Bu nimaga ko'rsatyapman? Isbot tariqasida ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi yorobun, uzoq cho'zib o'tirmayman-da. Biz Suop Ilchong Kwajong, ya'ni darsimizni jarayoniga, darsimizni taqvimiga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda darsimiz taqvimi qanday bo'ladi, yorobun? Bizda Xo'p, bizda darslarimiz seshanba va chorshanba, hop, payshanba hammasini chiqarib qo'ya qolaylik. Hop. Demak, darslarimiz bizda seshanba, payshanba, shanba kunlari bo'lib o'tadi. Seshanba kuni bizda titki
payshanba kuni bo'lsa ilki va shanba kuni sigi darslari bo'lib o'tadi. Xo'p, seshanba darslarimiz 20:00 da, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan soat 8 da belgilanilgan va seshanba kuni tetki deyapmiz 1dan 50 gacha yozib qo'yilgan, ya'ni bitta dars o'zida 1dan 50 gacha o'tmaymiz albatta. Va qanday bo'ladi? Bizda tetkini aytaylik 1dan misol uchun 12-gacha ko'rib chiqdik. Keyingi imtihon, ya'ni keyingi darsimizda, keyingi seshanbada bo'lsa 13dan boshlab aytaylik 20 gacha ko'rib chiqishimiz mumkin. Ana shunday tartibda davom etadi. Ilki ham xuddi shunday. Ya'ni ilkida ham birinchi kunida biz 1dan 12gacha yoki 1dan 8gacha ko'rib chiqqan bo'lsak, keyingi ilki darsimizda aynan ana shu qolib ketgan joydan olib ketishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingisiga qo'shilib 50-savolgacha boramiz va yana qaytadan kelamiz. Va bu safargisida yana ham ko'proq. Bu safar 1dan aytaylik 12gacha bo'lgan bo'lsa, keyingi safargisida 1dan 15gacha. Shunday qilib asta-sekinlik bilan bosimni ko'tarib boramiz. Haligi zalga chiqqanlar biladi, haligi tosh ko'tarayotganda birinchi misol uchun aytaylik 5 kilo, keyin 6 kilo, 7 kilo shunday qilib asta-sekinlik bilan qo'shib boradi. Nagruzka bo'lsa bo'lmaydi va bundan tashqari kunlarda nima qilamiz? Aytaylik chorshanba, juma va yakshanba kunlari va dushanba kunlari nima qilamiz? U kunlari biz uyga vazifa qilishimiz kerak bo'ladi. Va so'rab qolardimki, aynan dars bo'lgan kuni darrov ana shu kuni vazifani qilsangiz, samarasi yaxshiroq bo'ladi deyman. Birdaniga hamma vazifani qilish qiyin bo'lishi mumkin. Hammani olishi har xil, intellekt har xil bo'ladi. Shuning uchun keyingi kuni qilsangiz ham bo'laveradi. Lekin albatta qilishingiz kerak bo'ladi. Va seshanba kuni tetki bo'lgan bo'lsa, chorshanba kuni tetkini vazifasini, payshanba kuni ilki bo'lgan bo'lsa, juma kuni uni vazifasini va shanba kuni sigi bo'lgan bo'lsa, uni ertasiga yakshanba kuni sigini vazifasini qilishingiz mumkin bo'ladi. Va dushanba kuni ozgina o'zingizga dam berishingiz yokida umumiy barcha darslaringizni bir qator takrorlab olishingiz uchun yaxshi bir kun hisoblanadi dushanba. Va oxirgi qismda biz har bir darsda kalit so'z bor deb qo'yganmiz. Bu nima, yorubim? Bizda agar Topic Clubda o'qiydigan bo'lsangiz, ya'ni har bir darsimizda kalit so'z bor. Bu nima? Bu sizga qanaqadir foyda emas. Bu sizni darsni qanchalik tinglaganingizni, qanchalik diqqat bilan tinglaganingizni bilib olish uchun. Ya'ni darsimizni aytaylik har safar har xil qismida, ba'zi bir paytda boshida, ba'zi bir paytda o'rtasida va ba'zi bir holatlarda oxirida bir kalit so'z aytiladi. Aytaman. Yorubun, bugungi kalit so'zimiz bizda aytaylik qalam deymiz. Ya'ni siz dars tugagandan keyin kalit so'z qalam deb meni lichkamga yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi va men shundan bilib olaman siz darsni qanchalik diqqat bilan tinglaganingiz. Va bu kalit so'z darsning har xil qismida aytiladi. Ana shunday. Xo'p, aytaylik, mana bugungi kalit so'zimiz sochiq bo'ladi. Darsni ko'rib bo'lganingizdan keyin yozib qo'ysangiz, demak, dars tinglabdi deb bila olaman men. Ana shunday. Va darslarimiz yozib olinadi, hozir ham yozib olinyapti. Ana shu holatda o'quvchilar misol uchun darsni o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin. Darsni videosini ko'rayotgan holatda ham kalit so'zni albatta yozish kerak bo'ladi. Bo'lmasam darsni ko'rmabsiz deb biz pandan qilishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun har bitta darsda diqqat bilan tinglashingiz kerak bo'ladi, qunt bilan tinglashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni chala-chulpa o'tkazib yuborib tinglasangiz, unda foyda bo'lmaydi. Chala bilim o'rgangandan o'rganmagan afzal deydi. Shuning uchun albatta darsni batafsil ipidan ignasigacha tinglashimiz kerak bo'ladi. Bu bizda darsimizni taqvimi va jarayoni haqida edi. Ya'ni tetki, ilgi, sigi barchasi haqida biz nima qilamiz? Mashq olib boramiz. Va sigi haqida aytadigan bo'lsak, ko'pchilik o'quvchilarda elektorda ko'p muammo bo'lishi mumkin. Va ba'zi bir o'quvchilar Topic Clubga qo'shilmoqchiman, faqatgina sigiga deydi. Yo'q, yorubun. Mana shunday holat bo'ladi, o'quvchilarimizda ham kuzatildi. Aynan hozir darsda tinglab turgan bo'lishi ham mumkin u o'quvchilarimiz. Ya'ni faqatgina sigiga urg'u bergan o'quvchilarimiz bo'lib qoldi. Sigisi juda ham yaxshi chiqdi. Xursandmiz. Lekin faqatgina sigiga urg'u bergani uchun tetki bilan ilgi qobiliyatlari pastlab ketib qoldi. Shuning uchun har bittasini bir xilda olib ketishimiz kerak bo'ladi. Ko'p o'quvchilarda shunday sigiydi deydi. Oxirida bir hafta qolganda o'rganaman yoki bir oy qolganda o'rganaman deydi. Hammasini bir xil olib ketsak, shunda o'sish bir xil masshtabda olib boramiz. Demak, hop, bu darsimiz jarayoni va taqvimi haqida. Ovozim yaxshi boryaptimi? Bitta kommentariyani ko'rib qo'yaychi. Xo'p. Ovozim yaxshi boryaptimi? Ovoz yaxshi. Xo'p, okey, yaxshi, xursandman.
Hop, okey. Rahmat. Aha. Hop, demak, endi yuribun. Endi eng muhim qismi, o'quvchilarda eng yomon ko'rgan qismi deyishimiz mumkin. To'g'risi, o'zim ham uyga vazifa qilishda yomon ko'rar edim. Qachonki natijaga erishmasimdan oldin. Natijaga erishdimki, men bildim. Natijani eng katta bir kaliti uyga vazifa ekan deb o'ylab qoldim. Hop, uyga vazifalarimiz qanday tartibda bo'ladi? Ja. Hop. Demak, uyga vazifa birinchi o'rinda yoribun. Biz hammaga bir xil vazifa bermaymiz. Hamma o'quvchini o'zini salohiyatiga qaraymiz va uni bilimdan kelib chiqib turib, unga individual yondashamiz. Ya'ni, misol uchun, sizda titkiyda ozgina muammo bo'lyaptimi? Sizga titkiga ozgina ko'proq urg'u beramiz. Sigiyda ko'proq muammo bo'lyaptimi? Sigiy uchun ko'proq vazifa beramiz. Va har safar darsdan keyin aynan ana shu darsga bog'liq vazifa yuboriladi. Aytaylik, bugungi darsimizdan ham oxirroqda albatta yoribun vazifa bor, uni bajarishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, birinchi darsimiz Xudo xohlasa kelasi hafta seshanba kuni 20:00 da bo'ladigan bo'lsa titki. Aynan mana shu darsda vazifasi ertasi kuni beriladi va uni bajarishingiz kerak bo'ladi. Keyin xato tahlili. Ya'ni xato tahlili qanday? Siz uchun misol seshanba kuni titkida 1 dan 8 gacha o'tdik yoki 12 gacha o'tdik. Va siz uchun vazifa aynan mana shu 1 dan 8 gachalik yoki 12 gachalik uchun vazifa beriladi. Xo'p, siz bajarasiz va xato qildingiz. Tasavvur qilaylik, 8 tadan siz 2 tasini xato qildingiz. Xato shunchaki tashlab ketilmaydi. Siz xatoni ovozli xabar qilib menga yuborishingiz kerak bo'ladi. Ovozli xabar deganda qanday? Annyeonghaseyo sonsiynim, yaxshimisiz? 7-savolni xato qilibman, 2 ni belgilab qo'ygandim, adashib belgilab qo'yibman, o'zi 3 ekan degan narsa emas. Siz matnni boshidan oxirigacha o'qiysiz va tarjima qilib berasiz. Keyin har bitta variantlarda menga isbotlab berishingiz kerak bo'ladi. Ana shunda o'sish bo'ladi. Ya'ni birda mana bunaqa jihatdan xato ekan. Bu yoqda e'tibor bermabman. 2da o'qiysiz. Mana bu namja deysiz, yo'ja deysiz, o'qiysiz va shu jihatdan xato qilibman. Xatoyimni tushunib yetdim deyishingiz kerak bo'ladi. Va aytaylik, keyin mana bu kelayotgan seshanba kuni 1 dan 8 gacha o'tdik va keyingi kelayotgan seshanbada uje biz 9 dan 16 gacha o'tdik. Va uyga vazifa qanday bo'ladi? Uyga vazifa 9 dan 16 gachalik emas, 1 dan 16 gachalik. Ya'ni boya aytganimdek, hajm kattalashib boradi, masshtab kattalashib boradi. Kumoga qarab turib vazifa ham ketaveradi, qo'shilib ketaveradi va sizda xatolaringiz ko'payib ketadi. Shunda siz ko'proq tahlil qilasiz va u tahlillarni ovozli xabarda menga shaxsiydan yuborishingiz kerak bo'ladi. Va aynan xatoni tahlilini qilayotganingizda yangi so'zlar, lug'atlar, grammatikalar chiqib qoladi. Ularni ham albatta daftaringizga yozib olishingiz kerak bo'ladi. Daftarda qanday yuritib borish haqida ham birozdan keyin aytib o'taman yo'ribon. Demak, mana bu dars va xatolar tahlil davomida chiqqan so'z va grammatikalarni so'z daftarimizga yozib, yodlab borishimiz kerak bo'ladi. Va biz o'zimiz u testlarni bajarib ko'rib bo'lganmiz va u darsda chiqadigan so'zlarni bilamiz. Va mana bu so'zni bilarmidingiz deb qolishimiz ham mumkin. Siz yozmasdan shunchaki переводчикdan tarjima qilib ketishingiz mumkin-da. Shu so'zni biz sizdan bexos so'rab qolsak, ayta olmay qolsangiz, sizni tahlilni to'liq qilmabsiz deb qaytadan tahlil qiling deb so'rab qolishimiz ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun astoydil nima qilmoqchi bo'lsangiz ham yo'lshimiy qilishingiz kerak bo'ladi. Bu bizda uyga vazifa qilish tartibi. Va uyga vazifa aytaylik seshanba kuni dars bo'ldi va chorshanba kuni sizga vazifa bajarilishi kerak. Va siz bajardingiz, yuborasiz va o'quvchilarning vazifasini men o'zim shaxsan tekshirib boraman. Menda qanaqadir kurator yo'q, o'zim tekshirib boraman, yo'ribim shaxsan o'zim va Telegramda bilsanglar, eng pastga tushsak, eng birinchi kelgan xabar bo'ladi. Va vazifalarda men ana shunday tartibda tekshirib boraman. Birinchi bo'lib kim yuborgan bo'lsa, ana shu SMSdan birinchi bo'lib ko'rib chiqaman. So'ng sening meni vazifamni tekshirmaysizmi deb bitta yozib qo'ysangiz, sizning xabaringiz qanday bo'ladi? Tepaga chiqib qoladi. Va bu sizni uyga vazifani tekshirilishini yana ham vaqtini cho'zishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun vazifa yubordingizmi, albatta tekshirilmasdan qolmaydi. Albatta tekshiriladi vazifangiz va yangi vazifa beriladi. Va qo'shimchasiga bizda lug'at boyligimizni oshirish maqsadida har xil quiz testlar va quizletlar tayyorlab boriladi, sizlarga berib boriladi. Ularni ham bajarishingiz mumkin bo'ladi. So'zni yana ham mustahkamroq, yaxshiroq yodlab olish uchun bu.
Hop, bu bizda uyga vazifa qilish haqida edi. Hop, ozgina tezroq gapirib yuborgan bo'lishim mumkin yoki-da sekin gapirgan bo'lishim mumkin. Buning uchun uzr so'rayman. Mabodo tushunmagan narsalar, asosiy men tushunmadim degan bir qismingiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Tushunarli bo'lsa, bitta ptichka qoldirib ketsangiz bo'laveradi. Tushunarli bo'lsa bitta plyus qoldiring. Tushunarsiz bo'lgan bo'lsa bitta minus qoldiring, yorobin. O'sha minusni keyin ko'rib chiqamiz. Xo'p, plyus, okey. Hop, plyuslar kelyapti. Yaxshi, yaxshi, zo'r. Hop, plyus. Okey, yaxshi, zo'r. Rahmat. Hop, tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Demak, keyingi qismga o'tamiz. Hop, o'zi, yorobin, ko'p o'quvchilardan keladigan savol. Sonsining o'zi bu daraja olish uchun nima qilish kerak? Topikda o'zi qanaqa savollar bor degan savollar tug'iladi. O'zi Topic Clubda bu ma'lumotni o'quvchi bilish kerak. Boshdan o'tkazgan bo'ladi. Baribir aytib o'tamiz. O'zi 4, 5, 6 daraja olish uchun testni nechinchisigacha bajarish kerak? Bilamiz, topikda titki, ilgi, sigi bor. Titki, ilgida 50 ta savol bor, sigida bo'lsa 4 ta savol bo'ladi. Xo'p, ularni bajarayotganimizda biz 4 daraja olishimiz uchun titki, ilgini 34-savolgacha zo'r, chotki bajarishimiz kerak bo'ladi. Hech qanaqa kamchiliksiz bajarishimiz kerak bo'ladi. Va 35-savoldan boshlab sekin taxminni urib qo'ysangiz bo'laveradi. Lekin 34 gacha sizda mustahkam bo'lish kerak. Baza zo'r bo'lish kerak. Keyin sikida 51 dan 53 gacha zo'r yozishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik o'quvchilarda 53 ta ko'pchilikda xato bo'ladi. 52 da kamchiliklar bor, bo'shliqlar bor. Albatta, u bo'shliqlarni to'ldirish kerak. To'ldirmasak bo'lmaydi. 4 daraja olish uchun. Va 4 ga ilashib qolsam bo'ldi-da degan narsa bo'lmasin. 150 ball bilan olsam ham mayli degan narsa bo'lmasin. Oling 4, 170, 180 ball bilan oling. O'sha 5 ta hidi kelib tursin, 5 ta ifori kelib tursin va keyingi safar 5 olishingiz aniq bo'ladi. Shunda o'zingizga ishonchingiz ortadi. Zo'rg'a 4 olib qoldim degan narsa bo'lmas. 4 ni go'shtli 4 oling. Xo'p, keyingi qismda 5 daraja olish uchun nima qilishimiz kerak? 5 olish uchun yorobin titki ilgini 50 gacha yaxshi bajarishimiz kerak. Sigiyni bo'lsa 51 dan 54 gacha yaxshi bajarishimiz kerak bo'ladi. Va 50 gachalikda 5 olish uchun baribir insonmiz, unutuvchimiz, ba'zi bir joylarda kamchiliklar bo'lib qolishi mumkin. Va bitta ikkita xatolar kuzatilib qolinadi. O'zi 50 gacha bajarish ozgina qiyin ham bo'lishi mumkin. Va 6 daraja olish uchun titki ilgini 50 gacha zo'r bajarishimiz kerak. Bizda leksikamizdan, grammatikamizdan hech qanday kamchilik bo'lmasligi kerak. Kamchilik bo'lgan taqdirda ham uni vaziyatdan kelib chiqib turib, o'zimiz ifodasini topib bilib keta olishimiz kerak bo'ladi. Sigida ham hech qanday kamchilik bo'lmasligi kerak. Qanday mavzu bo'lmasin, 54 da tushunishimiz kerak. 53 da ish qilib, "Mana bunaqa savol tushmasin-da" degan narsa bo'lmasligi kerak. 54 da ham "Voy, bilmagan mavzuyim tushib qolsa-chi" degan narsa bo'lmasligi kerak. Har bir mavzuda, har bir jabhada sizda bilim bo'lish kerak bo'ladi. Shunda 6 daraja olishingiz mumkin. Va baribir 6 daraja oldi degani koreys tilida eng zo'ri bo'ldi degani emas. 6 ni ham har xili bor. Misol uchun men 246 bilan olgandirman. Qaysidir o'qituvchi, aytaylik, oramizda kimdir, prosta proverkaga kirgandir, 280 bilan olgan o'qituvchilar ham bor, 275 bilan olganlar ham bor, har xil. O'shuning uchun 6 ni oldi degani bo'ldi emas. Va men ham o'zim davomiy o'qishda davom etib kelyapman. Sigiylarda har kuni o'rganaman, qanaqa mavzular bo'lyapti, nima hozir trendda bo'lyapti, shularni har kuni ko'rib chiqaman. Va albatta zamon bilan ham nafas bo'lgan holda sigiyda o'zi qanday mavzular chiqadi degan narsa hozirgi paytdagi trendda bo'layotgan mavzular chiqadi. Va qarayman, KBC nima qanaqa yangiliklar hammasini ko'rib turaman. Ana shunday gaplar. Xo'p, bu bizda 4, 5, 6 daraja olish uchun nima qilishimiz kerak degan savolga javob stranitsasi, sahifasi edi. Ruscha gapirib o'ryapman, uzr. Xo'p, davom etamiz. Endi hop, oxirlab qoldik va lekin muhim qismiga o'tib qoldik. Ya'ni yorubunki hagosh bunday. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim. Yorubun, birinchisi shubhalardan qutuling. Xo'p, shubha nimaga? Boshida menimcha shubhadan ancha-muncha qutulib qoldingiz degan umiddaman. Baribir ba'zi bir o'quvchilarda shunday narsa bo'ladi. O'zimizda ham bo'ladi shubha. Ya'ni qanday? Mana shu Topic Clubda o'qisam, bir darajaga erisharmikinman? Yaxshi o'qitarmikin? O'zi bilan kim ekan? Qanaqa natijalari bor ekan? Erisharmikinman? Mikillar orasida yashasangiz hech qachon natijaga erishmaysiz, yo'qmi? Shuning uchun ahd qiling, aniq, ixlos qiling va shunda siz natijaga erishasiz. Shubha insonni o'ylantiradi va ko'p o'ylanib qoladigan bo'lsangiz, siz nima qilasiz? Ortiqcha qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv bo'lsa sizni yo'lingizni to'sadi. Shuning uchun
ortiqcha shubha qilmang. Lekin shubhani ham keraklisi bor. Ya'ni shubha ilm jihatdan. Misol uchun siz qaysidir testni bajaryapsiz va sizda ozgina shubha bor qaysidir variantga. Va siz uni o'rganib chiqishingiz mumkin. Ya'ni ozgina shubham bor edi, o'rganib chiqdim deysiz. Va aynan mana bu dars Topic Club haqidagi shubha bo'lsa, bundan qutuling iloji boricha. Chunki aynan bu shubha sizni qo'rquv bo'lsa yo'lingizni to'sishga, ortga tortib boradi. Shuning uchun bu shubhadan qutuling. Ilm olishdagi shubha bo'lsa, bu yaxshi. Xo'p, keyingisi mashg'ulot uchun aniq bir vaqt va joy belgilang. Nimaga aniq bir vaqt? Chunki aynan ana shu vaqtga yaqin bizda ya'ni tartibimiz bo'lib qoladi va aynan bu bizga odat bo'lib qoladi. Ana shu vaqt, misol uchun ertalab dars qilishingiz mumkin. O'quvchilar har xil, kimdir achchimhyong, kimdir cho'nyokhyong deydi. Ya'ni kimdir ertalab yaxshi dars qiladi, kimdir kech payt dars qilishi mumkin. Ana bu holatda siz bajarib ko'ring. Ertalab yaxshiroq bo'lar, kech payt yaxshiroq bo'lar. Nima bo'lgan taqdirda ham bitta vaqtni belgilang va ana shu vaqtga o'rganing. Bizda odat qanchada shakllanadi? 21 kunda shakllanadi. Siz mana shu bitta harakatni 21 kun davomiy bitta vaqtda bajaravering, sizga bu odat bo'lib qoladi. 22-kuni o'zingiz avtomatik ravishda o'zingiz bilmay qolasiz. Shuning uchun aniq bir vaqt va joy. Nimaga joy deyapmiz? Har xil joylarda dars qilmang. Iloji boricha bir xil joyda dars qiling. Chunki siz dars qilayotgan joyingizda telefon o'ynaydigan bo'lsangiz, u sizga odat bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni dars qilayotgan paytingizda ana shu keyingi safar yana telefon o'ynagingiz kelib qoladi. Shuning uchun telefon o'ynashingiz mumkin. Masalan, YouTube ko'rishingiz mumkin. Uni boshqa joy qiling iloji boricha. Dars qiladigan joyingiz alohida bir masda bo'lsin. Va vaqt ham bitta belgilangan bo'lsin. Shunda o'sish, rivojlanish bo'ladi, yorobin. Xo'p, va keyingisi daftar tuting. Daftar hamki haligi bir 12 varaqli bir daftar emas, yaxshiroq, baquvvatroq daftar tuting. Ilmga endi shuncha harakat qilyapsiz, shuncha topiklarga registratsiya qilib, to'lovlarni qilib va bir yaxshi daftar olingda, birinchi sahifasiga, ilk sahifasiga darsdan yozilish maqsadingizni yozishingiz kerak. Bu bizda bugungi darsimizning vazifasi deb aytishimiz mumkin. Darsga yozilishdan maqsad nima? Topikdan aytaylik 5 daraja olish yoki 6 daraja olish deb yozishingiz kerak bo'ladi. Va keyingi maqsadlaringiz Koreyadagi misol qaysidir o'qishga kirish yoki qaysidir ishga kirish yoki O'zbekistondagi qaysidir o'qishga kirish bo'lishi mumkin. O'zbekistonda ham ancha-muncha koreys tili rivojlanib ketdi. Maktablarda ham o'sha koreys tillar qo'yilyapti, bog'chalarda ham boshlanib qoldi, xususiy bog'chalarda. Xo'p, shuning uchun aniq maqsadingizni yozing va ana shu maqsadingiz daftaringizning ilk sahifasida tursa, har daftaringizni ochganingizda sizga ana shu maqsadingiz sizga motivatsiya bo'lib turadi. Va ana shu maqsadga erishishim kerak deb harakat qilasiz. Va ana shu daftaringizni birinchi qismiga yozib qo'yishingiz kerak. O'zingiz uchun mukofot va jazo. Mukofot nima? Aynan siz maqsad qo'ygansiz, topikdan 5 daraja olishni maqsad qilib qo'ydingiz. Va siz mana shu darajaga erishganingizdan keyin mukofot, aytaylik, o'zingizga qanaqadir yangi nimadir sotib olaman yoki sayohat qilaman deyishingiz mumkin. Misol bir o'quvchimiz topikdan natija olsam degan ana shu sayohat qilaman degan edi va sayohat qilib keldi. Kimdir telefon olaman degan edi, iPhone nechidir olaman degan edi, iPhone'ni oldi. Va albatta jazo ham belgilang. Chunki jazo bo'lsa, siz o'zingizda bir mas'uliyatni his qila olasiz. Ana shu jazoga qarab turib harakat qilasiz. Men o'zimni jazolamasligim kerak. Men mukofot olishim kerak deb mukofotga harakat qilasiz. Mukofotga intilasiz. Shuning uchun o'zingizga bir mukofot va jazo. Jazo qanday bo'lishi mumkin? O'zim ham Topic Clubda o'qiyotganimda jazo belgilaganman. Jazoki qanday bo'lgan? Yonimizda bir stadion bor, katta stadion. Mana shu stadionda 20 krug bir hafta, 20 krugdan har kuni bir hafta yuguraman deb qo'ygan edim. Bu endi sog'liq uchun ham yaxshi, lekin baribir bir jihatdan tanani ezish, tanaga bu nagruzka bo'ladi va buni jazo sifatida o'zimga yozgan edim. Ba'zi bir o'quvchilar bir hafta umuman telefon ishlatmayman yoki umuman do'stlarim bilan ko'rishmayman degan har xil jazolarni yozishadi. Bu endi o'zingizni individualizmdan, o'zingizdan kelib chiqqan holda jazo va mukofotni yozishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi qismida o'zingizga challenge e'lon qiling. O'zingizga va'da bering. Agar iloji bo'lsa, ijtimoiy va'da bering. Bilaman, hozir hammani Instagrami yoki Telegram kanallari bo'lishi mumkin, istoriya qo'ysa bo'ladi. Ana shu hikoyalarimizda o'zimizga bir ijtimoiy va'da berishimiz kerak. Aytaylik, Topic Clubga yozildim va bugundan astoydil o'qishni boshladim deb qo'yamiz va iloji boricha xohlang bu jarayonni ko'rsatib boring yoki umuman internetdan uziling.
ikki xil yo'lingiz bor. Yo umuman uziling yokida har kuni ko'rsatib boring. Bu qolganlar uchun o'zingizni как reklama qilish emas bu. Bu har kuni qilayotgan ishingizni ko'rsatish bo'lishi mumkin. Va o'zingizga ishonch bo'ladi. Bugun aytaylik istoriya qo'yishim kerak. Bugun nimadir qilganimni ko'rsatishim kerak deysiz. Yokida umuman qo'ymang, hech nima qo'ymang. Oxirida bitta natija bilan ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, va keyingi qismda uyga vazifa bajarish bu jazo emas. O'zingizga bo'lgan hurmatingizdir. O'quvchilarda ko'pchilikda bir shunday tasavvur borki, uyga vazifa qilish bu o'quvchiga jazo deb o'ylaydi. Menga ustoz rosa ko'p vazifa beradi-da. O'quvchi mana shunday o'ylashi mumkin. Aynan o'qiyotgan paytida. Lekin o'quvchi o'qituvchiga aylanganda, bekorga bermagan ekan bu vazifalarni deydi. Xo'p, ya'ni misol uchun kichkina bolachaga aytilib ukol qilyotsa, chaqaloq yig'laydi. Uni ko'rib ota-onasi ezilishi mumkin. Lekin bu chaqaloqni yaxshi bo'lishi uchun ukol qiladi-ku. Shuning uchun biz ham mana shu vazifani beramiz, siz bir natijaga erishing deb beramiz. Va o'zingizga bo'lgan hurmatingiz deyapman, uyga vazifa qilishga siz chunki va'da beryapsiz. Bugungi birinchi darsdan va'da beryapsiz-ku. O'zingizni va'dangiz ustingizdan chiqmasangiz, o'zingizni hurmatingizni chetga surib qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun o'zingizni hurmat qilasizmi? Albatta uyga vazifani bajarib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bajarmadingizmi, siz o'zingizga bo'lgan hurmatingiz yo'q ekan. Siz o'zingizni hurmat qilmadingizmi, boshqani ham hurmat qilmaysiz degani. Shuning uchun albatta va albatta vazifani qilishimiz kerak. Va aynan biz bergan vazifalar bilan cheklanib qolmasligingiz kerak. Bundan tashqari ham o'zingiz izlaning. Tadqiqot qiling, tadqiq qiling. Nimalarnidir ko'ring, o'rganing. Boshqa testlarni ko'rib turing vaqtingiz bo'lganda, agar vaqtingiz bo'lsa bizdan bergan vazifalardan tashqari. Ana shunday gaplar. Ya'ni sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim, tavsiyalarim mana shulardan iborat edi. Xo'p, endi darsimiz shu yerda o'z yakuniga yetadi, lekin chiqib ketmay turinglar. Sizlar bilan savol-javob qilishimiz mumkin bo'ladi. Savol-javob qismiga o'tishdan oldin men aytib o'tib ketishim kerak. Topic Club yorobun, boya aytib o'tgandek, yuqori darajaga tayyorlov kurslari bo'lgani uchun biz bu guruhga har bir o'quvchini qabul qila olmaymiz. Buni to'g'ri tushunishinglar kerak bo'ladi va voy men o'qilmas ekanman degan narsa bo'lmasin. Sizlar uchun ham maxsus guruhlarimiz, kurslarimiz bo'ladi. Xo'p, bizda Topic Club kimlar uchun? Topic Club yorobun bizda ya'ni 4-chi A, 4-chi B guruhlarini yakunlagan o'quvchilar hamda Topicdan bir ma'lumotga ega bo'lgan, Topicga kirib chiqqan, shunchaki kirib chiqmagan, bir natija qilib chiqqan o'quvchilar uchun Topic Club yorobun. Chunki biz bir-birimizni vaqtimizni o'g'irlashimiz mumkin bo'ladi. Vaqt bu pul deydi inglizlar. Shuning uchun yorobun biz o'zimizni bir-birimizni vaqtimizni, pulimizni o'g'irlab qo'ymaylik. Shuning uchun aynan natijaga erishaman degan, 5-6 darajaga erishaman degan o'quvchilarni biz to'plasak, o'quvchiga ham va o'qituvchiga ham oson bo'ladi, yengil bo'ladi. Mazza qilib o'qiymiz, o'rganamiz va yuksak marralarni zabt etishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi men 3 darajaga tayyorlanmoqchiman degan o'quvchilar, 4 zo'rg'a olib qo'ysam ham mayli degan o'quvchilar bo'lib qoladi. Endi u o'quvchilarimiz uchun bizda Topic Master Class guruhlarimiz bo'ladi. U 10-fevraldan ochiladi inshaalloh. U guruhimizda qanday bizda shartlarimiz bor? U guruhda bizda 3-B guruhgacha yakunlagan bo'lish kerak bo'ladi. Ana shu guruhlarda o'qish uchun Soultech Hankugo'da. Yokida umumiy jihatdan misol uchun faqat Soultech kitoblari emas, boshqa kitoblardan, Sejong kitoblaridan o'qigan bo'lishi mumkin. Yonsei bormi, Chemin Hankugo bo'lishi mumkin. Ulardan o'qigan o'quvchilar bo'lsa, biz maxsus test qilib guruhlarga saralab olishimiz mumkin bo'ladi. Va shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Topic 1 ham ochiladi. Imtihonga 1,5 oy 2 oy qolganda ochiladi. U haqida keyin kanallarimizda xabar beramiz, yorobun. Darsda hop, shu yerda yakuniga yetkazishimizdan oldin endi hop, bitta kommentariyalarni ko'rib qo'yaman. Oho, kimdir doston yozibdi-ku. Hop, men Topic 1 ga rek qilganman, qila olmaganman. Shuning uchun 2 ga qo'yardim. Topic 1 123 ball chiqqanda noyabrdagi imtihonda Topic 2 ning grammatikasidan hali umuman xabarim yo'q. Topic 2 ning grammatikasi ham o'tiladimi? Hop, yorobun, bizda Topic Clubda grammatika darslari bo'lmaydi. Shuning uchun biz grammatikani oldindan bilishimiz kerak. Bazaga ega bo'lgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Boya aytgandek, bir-birimizni vaqtimizni o'g'irlab qo'yishimiz mumkin. Topicda biz asosan test bajaramiz. Testni strukturalarini, testga qanday yondashishimiz kerakligi haqida o'rganishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, tak, 5 ni ifori kelib tursin.
Inshaalloh 5 ni ham 6 ni ham ifori kelib turadi. Maftunkor iforlari kelib turadi. Topic Club qancha vaqt davomida bo'ladi? Topic Club yorobun bu 105, 106 guruhlar, topiklar uchun ochilganligi sifatida qaraydigan bo'lsak, may oyini o'rtalarigacha davom etadi. O'rtada 105 ni ham topshirasiz, 106 ni ham topshirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, dars narxlari qanaqa bo'ladi ustoz? Dars narxlari haqida adminimizdan so'rashingiz mumkin, xudo xolasa. Hop, bu kurs qancha vaqt? Bu o'qidim, uzr. Hop, assalomu alaykum. 105 topikka registratsiya qildim. 4-5 olishim kerak. Men so'lda 4-gacha o'qiganman. Men Topic Club o'qiyman, Topic Master o'qiyman. Klubga kirish uchun imtihon qilasizlarmi? Hop, 4-gacha yakunlagan bo'lsangiz, bizda yakunlaganmisiz yoki boshqa joydami? Shunisiga qaraymiz. Agar bizda yakunlagan bo'lsangiz, sizda sertifikatingiz bo'ladi. Agar boshqa joyda yakunlagan bo'lsangiz, sizni bir qator test qilib ko'ramiz va shunga qarab turib, guruhga qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, va dars materiallari bor. Dars materiallarini aytmabman yoribman. O'zimga o'zim savol berib javob berib ketay. Dars materiallari yoribman tuzib chiqilgan bizda. Har xil boshqa testlardan tuzib chiqilgan. Bitta kitobni olib turib boshdan oxirigacha o'qib ketmaymiz. Terib ketganmiz yoribman va darslarimiz kitobdan terilgan va PPT shakliga keltirilgan holatda bo'ladi. Va darsdan keyin bizda aynan mana shu aytaylik, kamjonglarda ifodalovchi so'zlar bo'lsa, ana shularga doir lug'atlarimiz ham va boshqa kerakli ma'lumotlar, grammatikalar, shunaqa to'plamlar kelib qoladi. Ana shularni biz sizga osonlik bo'lishi uchun deb tayyorlab qo'yganmiz. Sizlarga tashlab beramiz. Xo'p, Topic Master Class guruhi nega fevralda ochiladi? Unga qabul qilinsak, aprel-may oyidagi imtihongacha ulgura olamizmi? Albatta, bemalol ulguysiz Shabonashi. Sababi Topic Master Classda biz 3-4 darajaga tayyorlayapmiz. Shuning uchun biz tuzib chiqqanmiz. Ya'ni u paytgacha siz bemalol 28-30 savollargacha o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun fevralda ochilsa bemalol ulguya olasiz. Xo'p, yana savollar bo'lsa, hop, kutib qolamiz. Xo'p, darsda qatnashish uchun qaysi darajani tugatgan bo'lish kerak? Hozir 3B boshidamiz, qo'shilsa bo'ladimi? Alohida maraka guruhi ham bormi? Koreyada lekin muloqot qila olmayotganlar uchun. Xo'p, bu guruh yorobun O'zbekistondagilar uchun ochilyapti. Dars vaqti soat 20:00 da seshanba, payshanba, shanba kunlari bo'lyapti. Koreyadagilar uchun ozgina noqulaylik bo'lib qolishi mumkin. Chunki bizda 8 bo'lsa, ularda 12 bo'ladi. Darsimiz taxminan 1,5 soat, 2 soat davom etadigan bo'lsa, o'sha 12 da boshlansa, tam 1,5-2 bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun ozgina qiyinlik bo'lishi mumkin Koreyadagi o'quvchilar uchun. Va 3B ni boshida bo'ladigan bo'lsangiz, hop 4A ga o'tasiz yaqinda. Hop 4A ni yakunlasangiz yaxshi edi-da. Uni bir ko'rib chiqamiz. Adminimizga yozing, bizga murojaat qiling, ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hop, O'zbekistonga universitetga koreys tili yo'nalishiga topshirmoqchi bo'lsam, savollari qanaqa bo'ldi? Topiknikiga o'xshaydimi? Hop, topikka o'xshaydi, seferda gap. Sefer ham topshirib ko'rganmiz. Sefer emas, shu bir qiziqib topshirib ko'rganmiz. Xullas, ana shu imtihonni oson, unaqa qiyin emas. Hop, bo'ladi. Hop, okey. Hop, savol. Telegramda link qoldirdim. Albatta. Rahmat. Mana shu yerda adminimiz ham shu yerda yorobun. Barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Shu adminimizga murojaat qilsanglar, hamma savollarga javoblarni beradi va menga yo'naltiradi va men siz bilan individual shug'ullanishim mumkin bo'ladi. Guruhga qo'shila olasizmi, yo'qmi? Salohiyatingiz yetadimi, yo'qmi? Shuni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Yana savollar bo'lsa, hop, eshitaman yokida yozgani erinayotgan bo'lishinglar ham mumkin. Давайте mikrofonni yoqaylik. Hop, mikrofonni yoqdim. Mabodo savollar bo'lsa eshitib qolamiz. Sky imtihoniga ham tayyorlaysizmi? Sky imtihoniga hozir material yo'q, to'g'risi. Lekin topikka tayyorgarligingiz davomida siz Skyga ham ketsangiz bo'laveradi. Haligi Kongmonka ilm-o'tki deydi. Bitta o'q bilan ikkita quyon urib ketsangiz bo'laveradi. Topikka tayyorgarlik ko'rib, Skyni ham topshirib chiqsangiz bo'laveradi. Если что, Skyga ham kirib chiqqanmiz. Skada ozgina topikdan ozgina farqi bor. Uni ham yo'l-yo'riqlarini ko'rsatib ketamiz inshaalloh. Hop, yana savollar bormikin? Hop, Abdullatif Shidan. Ustoz topik 2 da 1 oy tayyorlanganman. 112 ball chiqqan edi 103-imtihonda. Hop, sizni bir ko'rib chiqishimiz kerak. Sizni bir qanday kamchiliklaringiz bor, ularni qarab turib, keyin Topic Clubga olamiz yokida yo'q, shunga qaraymiz. Hop, savollar bo'lsa eshitib qolaman yorobun. Xo'sh. Mikrofonni yoqishinglar mumkin. Mikrofon yonyaptimi o'zi? Kimdir gapirib ko'rsin. Ras. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Maragi gruppalar ham bormi? Ho'p, maraki guruhlarimiz hozircha yo'q. Hozir topikka tayyorlov kursida shu titkiyligi sigiy bo'ladi. Lekin maragini ham e, rejalashtirib qo'yganmiz. Xudo xohlasa maragi guruhlar ham ochiladi. Darslar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men o'tgan safargi to'piyda 116 ball chiqdi. Aha. O'zim tayinlandim. Endi hozir yana o'zim tayinlansam ballimni ko'tara olamanmi yo'qmi? Ho'p, o'zingiz Shaxsiy okay. Ho'p. self study. Aha, bo'ldi, tushunarli. O'zingiz tayyorlansangiz, erishasiz, lekin vaqt ko'proq ketib qolishi mumkin. Sababi o'qituvchi nima qiladi? O'zi boshdan kechirganlarini, aytaylik, o'qituvchi misol, men topik 6 oldim, tasavvur qiling, 2 yil, 3 yil sarfladim deylik. Va o'zim boshimdan kechirgan qiyinchiliklarni sizga kamaytirib, ya'ni ana shu men bu yerda xato qilmang deb turib, yo'l-yo'riq ko'rsatib ketaman. Shuning uchun siz vaqtdan yutqizib qo'yishingiz mumkin, o'zingiz o'rganadigan bo'lsangiz. O'zi koreys tilida o'qituvchi degani nima degani bilasizmi? Sonsening. Sonsenim degani, qarang, sonsenim deganda, son deganda u son, sen deganda sengida degan ma'nolarda keladi. Ya'ni bizdan oldin paydo bo'lgan, ya'ni bizdan oldin tug'ilgan degan mazmunda kelib qoladi. Nim bo'lsa bu hurmat shaklidagi qo'shimcha bo'lib qoladi. Endi balki men sizdan kichik bo'lishim mumkin, lekin topik jihatda qaraydigan bo'lsak, men sizdan ko'proq tajribaga ega bo'lganim uchun sizga ko'proq narsalarni qisqaroq vaqtda berib ketishim mumkin bo'ladi-da. Ya'ni self study qilmang demayman, qiling, lekin vaqtdan yutqizib qo'yishingiz mumkin ozgina. Bo'ldi, rahmat. Okay. Xo'p, dars dars nima? Dars nechanchi kundan boshlanadi? Kelasi hafta seshanbadan boshlanadi o'sha, xudo xolasa. Tajribam unchalik ko'p emas. Unchalik ko'p emas tajribam. 경험이 많지 않습니다. Xo'p, kelasi safar seshanbadan boshlanadi, xudo xolasa darslarimiz. Yozilib qolishinglar mumkin. Shu bugun, erta, indin xudo xolasa. Plus darsimiz boshlangandan keyin ham qabul ketaveradi va vazifalarda bo'lsa, aytaylik, siz bu guruhga fevralda boshidan qo'shilishingiz mumkin. Har xil sabablar bilan fevralda boshida qo'shilishingiz mumkin. U holatda sizga mana shu birinchi darsdan vazifalar berib boriladi va darsni shu yergacha tinglagan bo'lsangiz, darsda o'rtarog'ida aytdim, bizda har darsimizda, ya'ni kalit so'z bor. Bugun kalit so'zni o'rtarog'ida aytib o'tdim. Adashmasam, nimadir dedim? Sugon dedim. Okay. Xo'p, uni yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi va boya aytib o'tgan vazifalarimni hozir dars videosi ketyapti, tagiga shunday yozib turib, dars videosini tashlab ham beraman. Ana shu tagdagi, videoning tagidagi vazifalarni qilib jo'natishingiz kerak bo'ladi. Eng asosiysi daftar tuting, boya aytganimdek, ilk sahifalarga boya aytgan narsalarimni yozing, maqsad va mukofot, jazo va hamma narsani yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yana savol kelyapti. Xo'p, to'lovlar haqida ham ma'lumot bera olasizmi har bir guruhning? Xo'p, to'lovlari haqida adminimizdan so'raysiz. To'g'risi pulga aralashmayman-dama. Pulga aralashsam bo'lmaydi, shuning uchun adminimizdan so'rab qo'yavering. Okay. Xo'p, demak darsimizni savollar bo'lmasa shu yerda o'z yakuniga yetkazamiz. Oxirgi imkoniyat beraman. Savol yo'q-a? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Men sizni Master Topic Club guruhingizda o'qiganman. Yo'q, Topic Club emas, Master Topic adashmasam. Aha. Adashmasam, bu guruhga faqat Topic Clubga 4B ni tugatgan o'quvchilarni olasizmi? Saralab olamiz, ha, shunday. Qanisiz? Yo'q bo'lib qoldi-ku. Bu guruhga shunday 4A 4B ni yakunlaganlarni olamiz. Boshqa o'quvchilarni bo'lsa saralab olamiz. Darajasidan kelib chiqib turib olamiz, yorobim. Topic klublarga. Darajasi yetmaydigan bo'lsa, bu topik o'qimaydi degani emas. Topik o'qiydi, topik master klassda o'qishi mumkin bo'ladi. Xo'p, ustoz, men so'lda 1B ni tugatyapman, yarmiga keldim. Maydagi topikgacha 4B, 5B larga tugata olamanmi? Yo'q, uning uchun siz terminator bo'lishingiz kerak. Muhammad aka, agar qiz bola bo'lganda sevginator derdim. Okay, qiyin to'g'risi.
24 soat bo'lsa 24 soat o'qishingiz kerakda. Uning uchun qiyinda. Orada uxlab ham turing. Qiyinda Muhammad Shafiy. Haligi dars qilayotganimizda darsni qanchalik ko'p qilishimiz emas, qanchalik sifatli qilishimiz muhim. Sifatga e'tibor bering, unaqa tezlikka e'tibor bermang. Qaysi kitoblargacha bora olaman? Xo'p, har bir oyda aytaylik, bilmadim, bir 3A largacha, 3B largacha yaxshi, mukammal o'rganganingiz yaxshi. Haligi tezda 4B gacha tugatib olgandan ko'ra, mukammal yaxshi o'qib turib 3A, 3B gacha tugatganingiz afzal deb bilaman. Xo'p, topik bo'yicha savollar bo'lsa, eshitaman. Xo'p, Soyo. Chakramyon. rahmat. arzimaydi. 그러면 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다. 수업은 여기서 마치겠습니다. 다음 수업에 만나요. keyingi safar xudo xohlasa Topic Clubda ko'rishamiz. Seshanba kuni soat 20:00da maxsus guruhimizda sizlar bilan ko'rishib qolamiz. Hammaga rahmat yorubin, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Darsda qanaqa bo'lganini kommentariyaga yozib qoldirsanglar, haligi bir qanaqadir reaksiyalar bor, gumbur, qasir qusur, olovlar bor, shularni yozib belgilab olsanglar xursand bo'lib qolardim. Menga ham bir motivatsiya bo'lardi dars boshlashimdan oldin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, Alloh ilminglarni ziyoda qilsin. Salomat bo'linglar. Chiqishimiz mumkin. Rahmat ustoz. Salomat bo'linglar. Rahmat.